Bizani ko'rayotgan qizlarga murojaatim, bo'lgan voqea aynan bir qizimiz ota-onasi ruxsat bermagan yoki imkoniyatim yo'q qizim, men seni chet elga jo'nata olmayman degan, lekin u orzuidan voz kechmagan. U orzuidan voz kechmasdan IELTSdan 8 oldi, SATdan 1350 oldi va chet elga eng zo'r universitetlarga grant oldi. 100% grant. Shunda ham otasi unga qarshi chiqdi. Qizim, men senga aytuvdim, qiz bolasan, baribir jo'nata olmayman desa, bilasizmi qiz nima deb javob berdi? Ota, men sizga qarshi chiqmayman, lekin men u yoqqa topshirganim bitta maqsad uchun. Ertaga men turmushga chiqsam, farzandli bo'lsam, farzandlarimga onasi qaysi darajaga chiqqanligini ko'rsatish deb aytdi. Bilasizmi, ota-ona nima ish qildi? Hamma narsasini tashlab, qizi uchun qizini chet elga jo'natib o'qitishga ruxsat berdi. Ota-ona men bilaman, har doim farzandi uchun kuyadi, yonadi, lekin ishoning, agar qiz bola u narsani isbotlab ko'rsatib bersa, ota-ona u qizi uchun yoki o'g'li uchun hamma narsaga tayyor bo'ladi.